Konstitutsiya bizga inson huquqlari, demokratiya, erkinlik, barqarorlik, tenglik va taraqqiyot tamoyillariga asoslangan huquqiy va adolatli davlat qurish yo'llarini keng ochib berdi. Konstitutsiyasi 6 ta bo'lim, 27 ta bob va 155 ta moddadan iborat. Huquqiy va ijtimoiy asoslarni belgilovchi eng muhim hujjat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kitobi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Konstitutsiyaviy qadriyatlar va tamoyillar qat'iy belgilab berilgani bu fikrning yaqqol isboti.